Hayot bu harakat. Har bir o'tayotgan kun esa xotira. Seni umring ma'nosini belgilab beruvchi xotira. Har bir lahza bu alohida yangi hikoyalar. Har bir inson o'z hikoyalariga ega. Hayotingni yonib yasha. O'z hikoyalaringni tarixda qoldir. Seni nima to'xtatadi? Charchoq, xohish, umidsizlik. Bular shunchaki bahonalar. Seni to'xtatadigan bu sen. Ertaga deyishni bas qil. Senda faqat bugun bor. Senda qobiliyat bor. Senda bilim bor. Senda imkoniyat bor. Bu seni tanlov. Bu seni qadam. Bu seni vaqt. Bu seni chegarasiz imkoniyating.